Assalomu alaykum, rahmatulloh, barakat, karimizda obunachilari. Hammalarga bugun kunlar xayrli o'tsin deb, Alloh kuch-quvvat bersin deb boshladik videolarimizni. Asaka O'zbekiston mol bozorida akalar sotilgan real narxlar bilan tanishasizlar. Katta novvoslar kiloga akalar 65 mingdan tortib 72 minggacha sotildi. Aka nech pul oldi? Bilmayman. Sotilmayapti bu aka. Aka nech pul oldi? Akamiz shopir ekan, bilmaydi ekan. Ana mollar chiqib ketyapti, rosa sotildi. Ketishdi qani novvoschasi oldida, bolasi beradi. Zo'r kun. Aka nech pul oldi tog'a? 22 million bo'pti mana. Bo'ylar 1.15. Tog'a nech pul oldi? Sotilmadi, 16.5 ga sotilmadi, tash ko'chatdi. Nech pul oldi tog'a? 22.5 ga ketyapti mana. Bo'ylari 1.20 ga yaqin novvosimiz. 22 million. Akalar olibdiring, aka, olibdiring. Nech pul oldi tog'a? 45 million ola bilan. 45 million bo'pti oladi. O olani sherigi ekan. 45 millionga ketdi mana. Mana 29 million bo'pti. Bo'ylari 1.25. Semiz varianti. 29 millionga mana. Joylashgan. Mana bunimiz nech pul oldi ekan? Aka nech pul oldi buni ajin? Shopir aka. Shu novvosimiz mana bo'ylari 1.5 dan baland, hozirgi savdosi 14 million bo'lyapti ekan. Yeb ichishlari yaxshi, sog'lom, o'zimizni joylari bor. Nomer aytasizmi? Sotorasizmi? Bo'ldi, sotorar ekan. Nech pul beryapsiz aka? Aka unaqasini kelishoramiz. Nech pul beryapti? 10 million so'm 600 ming beryapti. 10 million 600 beryapti ekan mana akalar. 1 metrga borib qolingan novvosiz, mana shu novvos arzon bo'lyapti. 10 million 600 ming. Barakasi bo'lsa aytadi. Nech pul oldi? 16.3 ga mana sotildi bu yerda. Ko'chatdi zo'ri. Mol bilan molni farqi bor-da, qaranglar. 16 million 300 ga sotildi. Bir xil, lekin ko'chatdi zo'r kelishgan. Endi bu Estonni mana 10 million 600 qilishyapti. Hisoblar chiqaring. Mana yosh ko'chatlarni so'raymiz. Nech puldan aka bular? 12 dan kam bor deyapti. Mana 1 metrga borib bormagan novvoschalarimiz. Nech puldan bo'ldi savdosi? Aka nech puldan berishdi? 11 dan berishdi mana. Yosh ko'chatlar 11 dan. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Nech puldan ekan bular? Ha, aytavering. 15 dan. Yaxshi. Bo'ylari 1 metr atrofida 15 dan kami bor deyapti. Ko'chatlari yaxshi ekan. O'zimizni mesniya shetdiki. O'zimizni mesniy mollar. 5 oylik 5.5 Yaxshi zo'r. Sekin hozir mana bakmalarni ko'rsatamiz akalar. Mana shu Angusga gibrid novvosimiz akalar. Rasa bakadigan payti kelgan, holatlari zo'r, yeb ichishlarni mana garantiya deyapti egasi. Orqa boshlarini ko'ryapsizlar. Tepalari. Ma'qul kelsa narx qancha aka buni? 32 kami bor. 32 kami bor deyapti. Bo'ylari 1.30 ga borib qoladi o'ynab kunida. Nomer aytingchi? 93 212 212 41 10 ga aloqa chiqarasiz akalar mana. Mana shvedlarimiz akalar 50 milliondan kam bor deyilayotganda. Mana sementalimiz 50 million kam bor deyilyapti. Akalar Asaka O'zbekiston mol bozori. Mana bu ikkalasi olindi. 64 million 200 ga olingan gallanlar. 1 tondan 200 chiqibdi. Bu yerda mana xudo xolasa anguslarimiz akalar, tim qoralarini. Bu yerda mana sementallar. Savdolar zo'r ketadi. Karimjon aka, yangi ochdik. Akalar mana dehqondan yana ikkita green tortimiz bor ekan. Bo'ybastlari ham ancha yaxshi, 1.30 ga borib qoladi. Etlari ham zo'r xudo xolasa. Yeb ichishlari mana kavshanib turibdi, sog'lomidan. Xudo xolasa gibrid variantlaridan. Nech pul deyapsiz aka bularni? 35 kami bor deyapmiz. 35 dan.
Nomeringizni ayting. Nomeringizni ayting. 94 902 0077 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar mana. Kavshanib turibdi, sog'lom, rosa baqaman degan variantlardan. Tindaqlari ham unaqa o'sib ketmagan zo'r akalar. 35 dan kami bor deyapti. Hozirgi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda mana avlikollarimiz ham bor akalar. Mol xudo xolasa ko'p. Kelaverasizlar O'zbekiston Asaka Payshanba mol bozoriga. Tepalari yopilgan, yomg'ir chachinda ham zo'r holatlari. Mana katta novvoslar. Necha puldan bo'ldi aka? Katta novvoslarimiz biz ko'rganda akalar 65 dan 70 gacha kiloga bo'lyapti. Xudo xolasa mana katta novvoslar ham ko'p. Savdolarimiz ketyapti zo'r, hozir kiloga kelganlardan qo'yib beramiz akalar, realniy narxlardan bo'lmasa. 66 million bo'libdi, 3 ta xunajini anaqa sigirimiz mana akalar, 66 million. Chalasi. Qani kilolarini 3 kilo. 444. 444 chiqdi aka. 444 kilo chiqdi. Uchalasi 66 million bo'ldi akalar. Sigirlar kiloga. Qani bunisini bunimiz necha kilo chiqardi? 432 aka. 432 kilo chiqdi. 433 çok qoldi ya. Bo'ldi, qani bunimiz necha kilo chiqargan? Bu kattaroq. 510 kilo chiqdi mana akalar. 66 millionga olingan uchalar. Hisoblayverasizlar. Bittasi 444 kilo, bittasi 432 kilo, bittasi 510 kilo ketdi mana. Akalar. Hozir mana katta novvosimiz ham keldi kiloga. Buni ham chiqarib beramiz xudo xolasa. Jigarlar, kanalga obuna bo'lib, like'lar bosishni unutmanglar. Arzimagan mehnatimizga like bosib. 560 kilo chiqdi akalar shu. 560 kilo. Aka? 98 kilo chiqdi. Aka? 98 kilo chiqdi kiloga. Akalar 84 mingdan bo'layotgan qo'chqorlar kiloga. Hisoblar chiqarlar 84 mingdan. Katta novvosimiz qani necha kilo chiqar ekan? Hech puldan bo'pti bu kiloga? Necha kilo? Necha puldan bo'ldi aka taroziga? Bo'ldi, abshori. Tri vazni 700 kilo ketdi, 60 mingdan kiloga deyapti. Ona rosa arzon ketdi. Rosa arzon ketdi, 60 mingdan 700 kilo chiqdi akalar. Hozirda chiroq kelib turasizlar aka? Ko'rsatmabdi. 700 kilo deyordi. 700 kilo dedi, ko'rsatmabdi-da bularga. 408 kilo chiqdi. 408 kilo chiqdi Karimjonimiz. Hozir olaman. 408 kilo chiqdi akalar. Agalar kimga tarozi xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerlar screenshot qilib olasizlar. Uylarga bemalol yetkazib, olib borib tortib kelaveradi. Sotish xizmatlari ham bor akalar, sotiladigan elektron tarozilar bor. Kimga ma'qul kelsa mana olib qo'yasizlar. Uylarda 5-10 ta molinglar bo'lsa, tortib hisoblar chiqaraverasizlar akalar. Joninglar sog' bo'lsin hammanglarni. Mana shunaqa holat. Hozir mana 60 mingga dedi, rostmi yolg'onmi bilmadik, 60 mingdan ham sotilibdi akalar. Novvoslar kiloga. Eng balandi 71 minggacha sotildi akalar bugun Asaka O'zbekiston mol bozorida. Karimjon o'ziga obuna bo'lib, like'lar bosib, gumbillatib ko'rasizlar akalar. Biz xudo xolasa xizmatinglardan qishin yozin inshaalloh. Ko'chatlar qimmat bo'lib ketgan ekanlar. Aytaman, hisoblar chiqarib kiloga olib bahsinglar shunda yutasizlar, to'g'ri. Kuzga ham kichkancha qolmadi. 4 oyda yag'iga baqasizlar, xudo xolasa 5 oy. Sentyabr, oktyabrga xudo xolasa xalqni to'y hashami boshlanadi, xudo xolasa yaxshi pulga sotib foyda qilasizlar akalar mana. Baqmalar arzon. Yosh ko'chatlar qimmat akalar. Puliga ustravit qilmaydi to'g'risi. Hammanglar joninglar sog' bo'lsin, Alloh omadinglar bersin. Musofirda ko'rayotganlar joninglar sog' bo'lsin.
eson-omon uyimizga, vatanilarga kelish nasib qilsa hammamizga. Joninglar sog' bo'lsin.